Ekologiyasi turistik davlatlar borki, u yerda ekologiya yaxshi emas. Sigaret chekadi, boshqa qiladi, ichadi, chekadi. Madaniyati bo'yicha mana Yaponiya. Madaniyat bo'yicha Yaponiya. O'zingiz ham borgansiz Yaponiyaga? Yo'q. Sizga bitta voqeani aytib bersam, stoldan yiqilib tushmayman. Tushib olaman men. Bo'lmasa tikka turib eshitasizmi? Oldimizdan yo'l o'tgan. To'g'rimda magazin. U yo'l ham anaqa katta anaqa ser shovqin yo'l emas. O'zi o'tsa bir 10 minutda bitta mashina o'tadigan kichkina ko'cha. To'g'rimda magazin turibdi. Lekin men yaponlar, men emas, men hayotda hech qachon u ishni qilmaganman. Yaponlar o'sha to'g'ri degan magazinga shunday yo'lni kesib o'tib qo'ymaydi. Yo'l o'zi anavi mashina yo'q. Mashina yo'q. Naryoqdagi chizib qo'yilgan piyodalar yo'lkasiga borib, o'tib, aylanib kelib, ana magazindan olib, yana magazindan chiqib, nariyoqqa borib, qaytib piyodalar yo'lkasiga, yana bu yerga keladi. U narsani shaxsan men hazm qila olmadim. Shu darajada ham bo'lishi mumkin. Shu darajada ham bo'lishi mumkin. Men so'kib olgim keldi ana Yaponda. So'kib olgim, qanaqa odamsan sen? Sen odammisan o'zi? Yo'q, robotmisan degim keldi. Men soati burab qo'yilgan robotmisan sen dedim. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. To'g'risi men haligacha hazm qila olmayman. Ular nega bunday qilishini hazm qila olmayman. Men ba'zida haligi cho'llarda qolib ketaman, benzinim yo'q. O'sha paytda ham deb o'ylayman. Yaponiyada shunday edi. U nimaga shunday qiladi? Nimaga shunday to'g'ri kesib o'tib qo'ymasdan, 500 metr nariroqqa borib peshobotdan aylanib keldi. Men shu paytgacha shu dunyo kezib, yo'q, menimcha yo'q Qozog'iston, Qirg'izistonlarda ba'zi bir payt tekin, ba'zi bir paytlari pulli bo'ladi.